alaykum. Bugun meni do'stlar, bugun hamma biladigan Happy modimizni qayerdan topishni o'rgataman. Ya'ni bizga birinchi bu Google kerak bo'ladi. Google janoblar kerak bo'ladi bizga Google. Va bu yerdan hamma biladi. Va bu yerdan bu yerda Happy mod deb yozamiz. Happy mod. Endi chiqmaymi? Mana do'stlar chiqadi. Ammo siz mana buni tortishingiz kerak bo'ladi. Qolganlarga umuman ishonmaysiz. Faqat mana shu birinchi chiqadi. Faqat 13-fevral 2026-yil yangi chiqqan va sketch qilishni o'rgataman do'stlar. Faqat shunga obunalar qilib qo'ying do'stlar. Bu yerda ruscha yozilgan ekan. Sketchat, mana sketchat deb chiqadi, bosasiz sketchat qilinadi. Faqat internetingiz 45 minutda qo'li yoki 1 soatda qo'li bo'lishi kerak. O'shanda dunyoni modini o'tkarishingiz mumkin. Har xil o'yinlargacha va reklamalar chiqadi, izladi, ana qiladi. Va menga sketchat qilingan do'stlar. Buni siz sketchat qilasiz, to'g'ri. Google bu ketsa Google'dan ya'ni Google bo'ladi, lekin Google'ga tursa kerak. Chunki men bir marta internet o'zidan bir o'tvordi, plan Happy modim yo'q edi. Keyin yana bir o'ynab ana qilganimda qarasam sharitga turgan ekan. Afsuski men sharitim o'chib ketgan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'ying Google. Keyinchalik ya'ni Happy mod bu faqat nimalarni mod qilmaydi degan savolga javob beraman do'stlar. Free Fire mod qila olmaydi. Ba'zan mayli Google'dan allohchiga balki chimda ishlaydigan 50% da, короче. Ishlaganini tursangiz balki u Happy modga balki PUBG'ni anaqa qilish mumkindir, levelni ko'tarish mumkindir. Lekin men Happy modimga PUBG bilan Free Fire umuman qilma. Faqat undan keyin любой modni anaqa qilsa bo'ladi do'stlar. Do'stlar, ertaga yakshanba kuni men eng chotki video Minecraftda serial olib borishga harakat qilaman. Ya'ni men jiyanim kelsa, telefoni albatta bo'lsa, agar toza bo'lmasa o'zim qisqa video qilib mana qo'yaman. O'zim mana Italiyacha menga text zona qurganman, ya'ni text zona topganman. Endi bu ham keladi. Hattoki siz kutilmagan zo'r mod tashkil qilaman. 5 tadan, 5 ta yo 4 ta mod qo'yaman. Bu modlardan qaysi biri zo'r bo'lsa, hatto o'zini skinini ham qo'yaman. Qurol modi, tank va lupa ishlar qo'yaman. Faqat bu serial aytib o'tsam kerak. Ya'ni men aytamanki, mana bu yerdagi modlardan qo'shib olaman, arziydi. Do'stlar, men mana shu 5 ta modni qayerdan yuklaganimni videoni shu davomida o'rgatib ketaman. Ya'ni nasib bo'lsa, faqat 23 tadan bo'lak kommentariy yozing. Bitta bizning bojamiz aytganki, sketol taqidan oling degan, afsuski bilan daxlim hozircha chetlashtirilgan YouTubedan. Menga unaqa mod yo'q, lekin boshqalar bor bo'lishi mumkin. Bor bo'lsa ham 1.20 ga bo'ladi. 1.21 ga ishlab chiqarilmagan. Do'stlar, video yoqsa like, obuna ishdan chiqmasin.